Ukrainada urush boshlangungacha eng ko'p vertolyot va samolyot, yaxtalar OLX platformasi orqali sotilgan. Aniq statistika Ukrainada. Ukrainada ham OLX platformasi bor. Vertolyot bilan samolyotni asli kim oladi? Studentlar oladimi? Kim oladi? O'sha ikkinchi el oladigan odamlar oladimi? Ya'ni bu insonlar tushunishi uchunki OLXda ham vertolyot, samolyot olishga puli bor insonlar ham o'tiradi. To'g'ri. Va vertolyot, samolyot sotadigan insonlar ham o'tiradi. O'zini o'sha mahsulotlarini joylab. Shunga o'xshagan narsalarni aytib bering bizga. Bizning fikrimiz o'zgarsin OLX haqida. Misol uchun bizda ham bor samolyotlar, mana oxirgi 2 hafta, 3 haftaning ichida qanaqadir samolyotlar paydo bo'ldi. Endi kimdir uni biz uni tekshirmaymiz, har bitta e'lon telefon qilib, bu haqiqiy samolyotmi yoki qaysidir spisaniya bo'lgan samolyot sotiladimi? Lekin bizni qoidalarimiz bo'yicha bu taqiqlanmagan. Shuning uchun agar samolyotdan pastroqqa tushadigan bo'lsak, katerlar bo'lishi mumkin yoki qimmat mashinalar misol uchun aniq bor va oddiy narsalar ham misol uchun bor. Siz bundan oldin aytib o'tganimdek, qanaqadir eski keraksiz bo'lib qolgan shkaf yoki krovat, tumba yoki даже oddiy bankalar, masalan 1 litrli, 3 litrli bankalarda, ya'ni barcha qonun bo'yicha taqiqlanmagan narsalarni OLXga qo'yib sotsa bo'ladi.